Jahon Travel jamoasi bilan sizlarni 14 kunlik Saudiya Arabistoniga sayohatga taklif etadi. Oktyabr hamda noyabr oylari uchun standart, komfort, lyuks paketlarimizni taklif etamiz. Toshkent shahridan Jidda shahriga, Farg'ona shahridan Jidda shahriga, Namangan shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar. 14 kunlik Saudiya Arabistoniga sayohatimizda Jidda shahrining go'zal manzaralari, xurmozorlar, muqaddas qadamjoylar, 4 yulduzli chinam mehmonxonalarimiz, 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Saudiya Arabistoni uchun ajoyib sayohat. Oktyabr hamda noyabr oylari uchun Saudiya Arabistoni podshohligiga taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar. Yaxshimisizlar, sog'lig'inglar yaxshimi? Hammalarga juma yo'q muborak bo'lsin. Bo'lgan o'sha video, va'da qilingan video Makka shahrida o'rtacha bir kunda 5 mahal namozda necha kishi halok bo'ladi. Buni sizlarga bugun ko'rsataman. Hozir mana bomdod namozidamiz. Azon chaqirib, bomdod namozini o'qib bo'ldi. Endi azon chaqirdi hozir. Azonda turadi. Bu tomondan o'sha ko'rib turgan tomonlardan odamlar olib keladi. Hammasini hisoblab bir kunda nechta odam o'tganini aytaman. Odam ko'p bo'ladi, o'ta ham harakat qilamiz ko'rsatishga, xudo xolasa. Mana hozir kelyapti, bitta kishi shekilli. Ha yo'q, ko'p ekan. 1, 2, 3, 4 kishi yana kelyapti orqadan hozir. 5, 6 va 7 kishi. Bomdod namozida 7 kishi halok bo'ldi. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin, duo qo'ylar haqlariga. Bomdod namozida 7 kishi halok bo'ldi, o'zdan ko'rlang. Shunaqa bomdodda 7 kishi halok bo'lgan hozirgi paytda. Duo qilamiz xolos haqlariga. Mana hurmatli aziz obunachilar, Xudo xolasa shom namozidan chiqdi. Mana shu ko'rib turgan yo'llarida qarangdan ko'rsatyapman. Shu masjiddan chiqiladi. Mana shu yerda hamma o'tgan insonlarda o'sha minivenlarida o'qib ketishadi. Xudo xolasa haqlarga duo qo'yinglar. Bir kunda mana rekord darajasi, men kelgan namaqasi o'zim uchun, men uchun mana rekord darajasi chiqdi. Bugun juda ko'p juma ulug' kunda juda ko'p insonlar vafot etdi. O'zi videomiz boshidan o'tib sanaganini bilib bo'lsalar bo'ladi. Ertalab bomdod videosi ko'rsatdim. 7 kishi halok bo'lgandi. Jumada necha kishi bo'ldi hoji aka? Jumada biz 12 tashi guvoh bo'ldik. 12 taga yaqin inson halok bo'ldi deyaptilar. Mana jumada batta 3 million odam ko'p bo'lgan, 3 millionga yaqin odam kiradi deb aytmoqchi. Bundan ko'p bo'lsa kerak. Video ololmadim. Qolganini mana Xudo xolasa va'da qilgan shom namozini olyapti. 1 soatdan keyin, mana 1 soatdan keyin xufton bo'ladi. Lekin vaqt juda tez o'tar ekan. To'g'rimi hoji aka? Vaqt juda bilmay qolyapti, juda suvda o'tib ketyapti. Suvda o'tib ketyapti. Hozir videomiz oxirigacha ko'rib tursalar, battan o'tib ketgandan ko'rsatib qo'ygandan keyin soat gastitsasiga kiramiz. Soat gastitsasida qattiq pul maydalasa, to'liq aldamasdan maydalab beradi. Ya'ni magazinlarda maydalaydi, muammosiz, lekin baribir 5 riyol, 6 riyol olib qoladi o'ziga. Bilasalar, 5-6 riyol ham katta pul. 5-6 riyolga ham normalniy abrasiz bo'ladi. Chunki bu kelyapti. Ko'pchilik hoji aka. Tushyapti. Ko'pchilik kelyapti, shunga obunachilar haqlarga duo qo'yinglar. Mana oldida shu yaqinlari yo'qmasa nimalar o'tadi. Yugurib kelishyapti. Bitta. Mana chiqishi kerak ekan. Nimada mana shom namozida 3 kishi olamdan qo'y yugurib kelayotganlar shu o'tgan insonlarning yaqinlari.
Hammalar qabristonga borib, qabristonda bilasizlar, soatgacha kirganlaringda to'g'ri kelasizlar, kafe bor, shuni chaqirgursizlar mana. Mana ona money exchange bo'lyapti. Exchange. Jana o'zi sotar ekan mana bunda. Zo'r. Bo'lmasa, hoji aka ziyoratda videolarni qo'yamizmi endi? Qo'yamiz, videolarni qo'yamiz. Ziyoratda videolarni tomosha qilamiz. Ovlar sabatda nimadir bo'lyapti? Reklama bo'lyapti shekilli. Roman dedi. Indonesia. Indonesia. What is this here? Mana o'zi qanaqa gupaga tashlab qo'yadi mana. Ko'rib turgan tog'da Savr g'ori joylashgan. Savr g'ori ya'ni kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 kun hijratdan oldin 3 kun shu yerda saqlangan. Kim bilan birga hijrat sherigi kim bo'lgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan eshitdiringlar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan birga shu yerda 3 kun qolishgan. Nimaga bu yerda 3 kun qolishgan deymiz? Qaranglar. Makka bu tarafda. O'zi o'sha paytdagi Makka, hozir Makka kelmaganda, Makka vodiy shu paytda shu tarafda bo'lgan, Madina uning orqasida bo'lgan. Nimaga Madinaga ketmagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yoqqa kelgan? Aytdiga hijrat qilishdan oldin mushriklardan saqlanish sabablarini qilgan Rasululloh. Chunki butun ummat shundan ibrat olsin va bir ishni qilishdan oldin sababini qilib keyin Allohga tavakkul qilsin. Bo'lmasa Allohning rasuli Alloh saqlaydi deb chiqsa bo'laveradi, to'g'ri Madinaga qarab. 3 kun bu yerda qolishgan. Bu 3 kun qolgan mobaynida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning farzandlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'y boqqan bo'lib turib, ovqat olib kelib shu yerga berib ketishgan. Ovqat berib ketishgan. Va izlarini orqasidan o'sha qo'ylarini haydab, orqasidan izlarini yopgan ham Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu farzandlari bor. Endi qaranglar. Bu Savr g'orida Rasululloh nima 3 kun turgan dediga, bu bitta sababida. Endi ikkinchi sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda yotgan paytda mushriklar ittifoq qiladi. Aytadiki, biz Muhammadni o'ldiramiz. Endi uyga borib bo'lsa ham o'ldiramiz. Shunda u arablarda bir erkakni, ya'ni bir insonni uyga bostirib kirishlik juda ayib bo'lganda, va ming mushrik bo'lgani bilan, ming zalolatda bo'lgani bilan u narsani ayib deb bilishgan. Shuning uchun u yerga bostirib kirishni o'ziga ep ko'rmagan ular. Eshigini tagida kutamiz, qachon chiqsa shunda o'ldiramiz. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklarning kelganini eshitgandan keyin ichkarida Ali roziyallohu anhu ham bo'ladi. Rasululloh qo'liga turpoq olib, Yasin surasining oyatlarini o'qib, bir necha oyati bor. Hozir necha oyat? 9-oyat nima deb o'qilgan? Ha, 9-oyatida oladi turpoqni, hamma mushrikni o'qib, mushrikni boshiga turpoqni sochib ketadi. Ular ko'zi ochiq bo'lib turgan holatda ko'rmaydi. Bu ham Alloh taoloning mo'jizasidan bittasi. Shunda ketadi, mushriklar uyg'onadi. Bir oradan 1 soat vaqt o'tgandan keyin uyg'onadi. Qarasa uxlab qolgan hammasi. Keyin kimdir o'tdimi, Rasululloh o'tdimi deb so'rashadi bir-biridan. Muhammad o'tdimi deb so'rashadi. Yo'q, biz ko'rmadik deydi. Chunki barchasi uxlab qolgan bo'ladi. Keyin ichkariga kirishadi. Ichkariga kirishsa, biri uzun bo'lib yotibdi, o'ram. Bir kishi yotibdi. Kirib u kishini ochib yuzini qarasa, Ali roziyallohu anhu bo'ladi. Ali roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qutqarish uchun jonini fido qiladi. Chunki
ular kirib to'g'ri qaramasdan qilichini olib o'ldirib yuborishi ham mumkin edi. Yotib ekan Muhammad deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotib ekan deb turib, qilichini olib o'ldirib yuborishi ham mumkin. Shunda Alloh taologa haligi nima deydi? Tavakkuli kuchli va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbati kuchliligi uchun o'sha ishni qiladi. Rasululloh Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu olib chiqib ketadi. Va bu yerda 3 kun turgandan keyin Makka ga qarab yo'l oldi. Makka ga ketishlikda ham bir necha mo'jizalar zohir bo'ladi. Bir mushrik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirigiga va o'ligiga 100 ta tuya tikilgan. Aytadi mushriklar zodagonlar aytadiki, kim Muhammadni sollallohu alayhi vasallamni tirigiga o'ligini olib kelsa 100 ta tuya deyiladi. Endi 100 ta tuya hozirgi hayotimizda, hozirgi holatda mo'ljallasak qancha bo'lishi mumkin? Aytadi, bitta tuya bitta mashinani pulida, bitta Malibu'ni puli. O'sha paytda endi hisoblab qo'yinglar. Ha. Cheksiz bo'ladi. O'sha 100 ta Malibu'ni pulini tikadi-da. Endi bir mushrik buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqni ketayotganini ko'rib qoladi. Ko'rib qolib ularni orqasidan o'zi chiqadi. Qilichini olib, uyga borib, sovutini kiyib o'zi chiqadi. Chunki o'zi meniki bo'lsin. Bu boyligini tuyani hammasiga men egalik qilaydi. Chiqadi va u yerda ketayotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqinlashib qoladi deganda Abu Bakr Siddiq xavotir oladi. Oldiga o'tadi, orqasiga o'tadi, bir xatar kelib qolmasin deb. Rasululloh yaqinlashib qoldi, mushrik desa qo'yavering, xatarga. Chunki Rasululloh sababini qilib qo'ygan. Qo'yadi. Sababini qilib, keyin tavakkal. Biz hayotda ham bitta ish qilmoqchi bo'lsak, masalan, bir farzandimizni uylantirmoqchimiz yo bo'lmasa bir qiz farzandimizni turmushga bermoqchi bo'lsak, hamma sababini qilaylik. Keyin Allohga tavakkal qilaylik. Alloh taolo ularni ham baxtli qiladi. Endi bu misolda bitta. Hamma ishimizni Sizlar tarixda xudo xolasa mana. Boboning ko'rsatib berdi, ko'rsatdi. Sabr olamiz. Hop, mana Arafat tog'iga keldik. Bobo ikkalasiga o'tkazyapmiz. Turyapti mana. Xudo xolasa bobo. Ana. Tamom. Farzandlari keyin grupamiz bilan Jahon Travel bilan sekin Arafat tog'iga qarab yo'l olamiz. Xudo xolasa hammalar rozi, zo'r. Quyosh jicha telefonni nima qo'yapti. Nima olayotganimni ko'ra olmay qolyapman men, to'g'risi. Shunga jicha qiynalib qolyapman. Hammalar yaxshi. Tog'iga kelyapmiz. Hamma zo'ratlar to'liq qilishyapti, hech narsa qolib ketgani yo'q. Arafat tog'ida mana qulpinoylar ham sotishar ekan. Mevani qayloq bilasizlar. Qulpinoy deysizlar. 5 riyoldan ekan mana. Torviz, uzum. 5 riyal, 10 riyal, 20 riyal, chapo'l. Anor. Qana. Batem bozor sotilib bor ekan. Endi bozor hujjat ekan. Bozor sotilib bor ekan. Nima Arafat tog'i endi obunachilar. Quyosh bor-ku, bu qanaqadir boshqacha quyosh chiqadi. Men quyoshga teskari tursam ham baribir jichcha bo'lsa ham qiynayapti. Arafat tuproqlari, ya'ni Arafat tog'i, Rahmat tog'ini yoni. Rahmat tog'ini vodiysiga kiriladi bu yerdan. Ya'ni Arafat hududi aytdim-ku, sariq chizgi ko'rdik-a, shetdan bunday o'ralganda, sariq chizgi bilan o'ralgan, juda katta joyda egallagan. Bu hojilar, endi buni orqa tarafi ham bor-da. Hojilar bu yerda aytganimdek Arafadan bir kun oldin kirishadi ba'zilari, bo'lmasa o'sha Arafa kuni ertalab sahar kirishadi. Shuna qilib kirib bu yerda
to o'sha Arafa kuni shomgacha shu yerda qolishadi. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj qilgan paytida orqasini shu rahmat tog'iga qilib, bu tarafga qarab xutba qilgan. Ya'ni vido hajji deydi buni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj qilgan paytda o'sha yerda bir tepalikka chiqib xutba qilgan va bu yerda o'sha Arafa kuni shunaqangi ko'p duo qilganki, sahobalar aytadiki, biz Rasulullohni roza tutyapti deb o'yladik. Chunki kun bo'yi ovqatlanmadi deydi. Keyin qarasak, shom bo'lmasidan bir soat oldin ozgina luqma yedi. Ha, roza tutmabdi, duo qilish bilan mashg'ul bo'lib qolib, ovqat yeyishni unutib qo'yibdi. Bu yerda faqat duo qilish kerak. O'sha Arafa kuni duo qilinadi. Bu yerda tarixi nima? Odam alayhissalom bilan momo Havo onamiz jannatdan tushirilgani, jannatdan quvilgan deyilgan. Shu paytda momo Havo onamiz Jidda deyiladi. Rivoyatlarga ko'ra ba'zisida boshqa, ba'zisida Jidda deyiladi. Biz Jiddani aniqlamiz. Jiddaga tushgan. Odam ato esa shu Hindiston taraflariga tushgan deyiladi. Hindiston taraflariga tushgan va ikkalasini birlashgan joyi shu rahmat tog'i bo'ladi. Shu tepalikda ikkalasi bir-birini ko'rishgan, bir-birini topishgan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-hajju Arafa degan, ya'ni haj Arafadir degan. Haj Arafadir. Nimaga? Arafotga kirdingiz, Arafa kuni kirdingiz, kirib oldingiz. Kirmadingiz, hajingiz haj bo'lmaydi. Hajni rukunlar 5 ta ruknidan bittasi shu yerda turish, Arafotda turish. Bu yerda aytganimdek shom namozini o'qib Muzdalifaga yuriladi. Hozir Muzdalifaga ham ko'rib o'tib ketamiz. Muzdalifada kechasini Muzdalifada o'tkaziladi, vaqfa deydi. Muzdalifada vaqfa qilinadi. Undan keyin bomdod namozini o'qib Muzdalifada Minoga qarab yuriladi. Minoda 3 kun turiladi. Palatka bor, o'sha yerda chodirda 3 kun turiladi. Minoning chodirlari juda zamonaviy qilib 5 million hojigacha mo'ljallangan chodir bor edi. Juda katta, juda keng joy. O'sha yerdan 3 kun shaytonga tosh otish uchun qatnaladi. O'sha jamoratga tosh otadigan joyni ham ko'ramiz. U yerda ham o'sha yerga qatnab tosh otiladi shu yerda. Endi hozir shu yerda hamma duo qilmoqchi bo'lsa, duosini qilsin. Duo qilgandan keyin avtobusga qarab yuramiz. Hojonalarimiz shu yerda turaveraylik dedi. Ichkariroqqa kirsak ham avtobus ekan. Bu yer ham bir xil joy. Shu yerda duo qilsak ham inshaalloh Alloh taolo ijobat qilib, duolarimiz ijobat qiladi. Duo qilamiz. Hoji aka duo qiling. Allohdan so'raymiz. Ya'ni bu tosh, oddiy tosh. Bu yer mashhur joy, ya'ni Alloh taologa tushgan joy. Endi hozir bu odamni ko'ryapmiz. Bu odam hajda kelsangiz, bu odam hech nima yurgani joy qolmaydi. O'tiraman desa o'tirgani joyi yo'q. O'shada tikka turasiz. Shu temirlar turibdi-yu. Shundan suv oqib turadi har tarafga, haligi juda issiq bo'ladi. Haj payti bu
Bu mavsumda ham juda issiqqa to'g'ri keldi. Üstüne su çeçip duruyor. Shuning uchun haj mashaqqatda shu palatga yetmasdan, chodir yetmasdan tashqarida yotganlar ham bor. Avtobusi bo'lmasdan piyoda yurganlarni ham ko'rdim. Ko'p bo'ladi odam juda. Shunaqa. Allah berarsin, fadlan darajatini faqat Allah beradi. Ko'ngilga yarasha. Yaşayın, rahmat bolajonim, qanjoningiz sog' bo'lsin. Niyatingizga yeting. Osonligingizga rahmat. Shunchalik bob yuribsizlar. Kelaversa ekan dema yaxshi ekan. Yana qayta kelishinglar. Qarab, farqi yo'q ekan, duo qilaymi, yaxshilab. Dildan chiqib. Arafat tog'iga keldik. Mana shu kelgan hojilarimiz nima niyatda kelgan bo'lsa, niyatlari kelsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, mansabiyotdan insonlari bizga Xudo shifo bersin. Farzandlarga farzand bersin. Bular Mekkalar Xudo tanzonlarini soqsin. Yurtimiz obod bo'lsin, xalqimiz tinch bo'lsin. Parvardigor, mol ko'lchilik bo'lsin. Mana shunaqa hoj safarlarga kelishlarini Alloh taolo hammalarini chaqirib, hammalari shular ziyorat. Juda ham chiroyli tomonlar ziyorat qilgan maskan. Allohu akbar. Rahmat. Ketdik.